O'sha dehqon momangiz qarang, kechachi sinfning joyiga traktor ekdik. Alloh barakasini bersin. Mavzularimni ko'rsataymi? Balki sizga sir bo'lib qolsin. Hafta bo'lyapti, ovqatga solib ishlatyapmiz. Endi qarang-da, sizga bir mo'jizani ko'rsatay-da. Hali 40 kun bo'lgan yo'q, qarang bodringimni meva berishni boshladi. Ha, Alloh ofiyat qil, barakasini ber. Butun jumlai mo'minda dehqonchiligiga baraka ber. Ularning qatorida bizlarga ham. Yana bitta sizga mo'jizani ko'rsataymi? Allohning mo'jizasini. Mana pomidorimni qarang. Mana soganni qarang, soganni mana. Mana bir algi kuzatuvchilarim rayhoningiz uzoq bo'lib qolmadimi deydi. Mana pomidorga yetay deb o'sib yotibdi. Endi bu yoqqa qaramang, bu yoqda o'ti toza bo'lsa ko'rsataman. Mana har sohadan bir shingil. Mana lo'ya deysizmi, bodroq makkayi. Mana tarvuz. Mana ochilgandan keyin qanaqa go'zal bo'lib qoldi. Qarang, pomidorimni yana bundaqa qilib kontaklayapman. Mevasiga quyosh tegadi-da. Bo'ldi keyin shu bilan. Ana qizg'aldoqlarim ochilib yotibdi. Bu mevali daraxtlar, atirgullarim endi ochiladi. Keling, bir mayafka qilib ketasiz. Xayr, omon bo'ling kuzatuvchi uka-singillarim, jiyanlarim.